Assalomu alaykum. Sizda qorin sohasida og'riqlar, besabab tez-tez ichki ishlari, sababsiz vazn yo'qotishlar, tana haroratining ko'tarilishi, taxikardiya, bo'g'imlarda va bel sohasidagi og'riqlar, axlatda qon va shilliq aralash bo'lishi, tualetga yolg'on chaqiriqlar, og'izda stomatit va ko'z zararlanishi holatlari kuzatilishi mumkin. Bu holat yo'g'on ichakda yara kasalligi yoki nospesifik yarali kalit klinik belgilari bo'lishi mumkin. Nospesifik yarali kalit yoki niyak bu yo'g'on ichak shilliq qavatining eroziv yoki yarali shikastlanishi, progressiv asoratlarning tez-tez rivojlanishi, qonash, teshilish, yo'g'on ichakning torayishi bilan tasniflanadigan og'ir surunkali kasallikdir. Nospesifik yarali kalit yoki niyak kasalligi turli xil tekshiruvlar natijasida aniqlanadi. Instrumental tekshiruvlar, laboratoriya tekshiruvlar, kaprologik tekshiruvlar natijasida aniqlanadi va diagnoz qo'yiladi. Davo ikki xil: simptomlarni oldini olish va asoratlarni bartaraf etish. Ba'zida og'ir holatlarda bemorlarda yo'g'on ichagining ma'lum bir qismini olib tashlash amaliyoti amalga oshiriladi. Sizda yuqoridagi shikoyatlar kuzatilsa, tezda shifokorga murojaat qiling. Kasallikni erta aniqlanishi davo samaradorligini oshiradi va asoratlarni oldini oladi. E'tiboringiz uchun rahmat.